Ro'moli bor, qizlari chiroyli. Essiz sanga erkak degan nom, Xudo bergan soqolda. Bilad, o'ttira olasizlar O'zbekistondagilar bloggerlar, dunyoni muhokama qilasizlar, dunyodagi translarni gapirib chiqasizlar musofirga yurganda. O'zingni yurtingda mana shular harom xarish ishlar qilib, balki palakat bostiryapti yurtlaringizni. Mana shular harom bor joyga baraka bo'lmaydi. Sallaga emas, haq huquqini talab qilib chiqa olish. Avval boshda yoningdagi musullarni, haromlarni yig'ishtir. Yevropani, fahshini, zinosini salla qaytarib beringlar, bo'ldi. Sallaga telefon bermasin ekanda. Nima shunga bir qanaqa tegishli chora ko'rmaysizlarmi shunaqa? Millatni orini sotgan iflos bular. Biza o'zbekman deyishga musofirga yurib uyalamiz. O'rta Osiyoni qayerda ko'rding erkaklar shunaqa qilib chiqqanini deylardi. Qayerda ko'rding balki parazitga o'xshab, Bobur parazitga o'xshab balki ayol kiyimini kiyib to'ylarga borib to'y o'tkazganini. Sanlarda baraka bo'lmaydi, harom bu joyda baraka bo'lmaydi. Esingni chiqarma. O'zbekiston yeri bilasanmi, eski tarixga ega, pirli odamlar o'tgan Vodiydan, Samarqanddan, Xorazmdan. Salla nima qildilaring? Harom bosib tashladilaring. Bak gay, LGBT to'g'risida yana o'ttira olib bloggerlaring bak, nolga teng bloggerlaring dunyodagi translarni muhokama qiladi, harom qarishlarni, diplomatlaring o'ttira olib dunyoni muhokama qilib, abtujdat qiladi. Harom bu joyda baraka bo'lmaydi. Haq huquqlaringni talab qilib chiqmaylar, sallaga emas. Birinchi balki haromlarni yig'ishtiringlar, ikkinchi darajali ish sallarda haq huquqni talab qilish. Gunohkorlarni kasriga begunohlar qoladi. Kitobda shunday yozilgan. Tfu, sen o'zbekman deyishga biz ham musofirga yurib or qilamiz desingni chiqdim. Sanlarni harom qarish ishlaring uchun onangni seni palon qilaysan. Ittiboki chora ko'rmaysizlarmi shunaqalarga?